Demak, men любой sportsmenga isbotlab beraman. Siz men bilan hozir sport o'ynayapsiz, razbor qilyapsiz o'zingizcha. To'g'ri, o'sha mirovoy chempionsiz, ya'ni og'ir vazn ko'tarish bo'yicha, to'g'rimi? Shunday. Men sizni ishtoningizga kakashka qilganingizni isbotlab bera olaman. Da, tilingga qarab gapir. Qayerdan isbotlab berasan? Men isbotlab beraman. Qayerdan isbotlaysan? Xo'p, aytqani. Men qarang, mayli kakashkani qo'yib turaylik, hech bo'lmasa sevib olganingizni isbotlab bera olaman. Hayotda isbotlab Faqat beraman. erkakcha gapirsangiz, buni juda ko'pchilik ko'radi. Erkakcha gapirasiz, tan olasiz, Tan olaman. Ha? Tan olaman. Men ham tan olaman, mana hozir. Birinchi men o'zimdan boshlayda, men ham tan olaman. O'sha qilib qo'yganman ishtonimni. Bilasizmi qachonda? Qachon? Uni siz ham qilib qo'ygansiz. Qachon o'sha yoshligimizda mana bu onalar bavdi hech tugim bo'lib qolgan-ku. Tan oldingizmi? Da, valla. To'ppa-to'g'ri. Bu hammada bo'ladi u narsa. Ana, любой sportsmen bo'lsa, manmansiramanglar, ey. Ishtonlariga kakashka qilganlaringni mana isbotladim. To'ppa-to'g'ri. Da, kommentariyada yozinglar mana shu yigitlar. Shoshilib yugurib, shuna tualetga borgan payt onangning tugim bo'lib qolgan bo'ladi-da. Ilojsiz qo'yib berganmiz. Ikkovlaring ham tamomlaring-a? Всё, bo'ldi, tamom.